Medini bayitlar bor. Elmurod Haqnazarov Javuzdan ketib qolsin demasa. Saturn Elmurod Haqnazarovni jangga chorladi. 6-sapernik ham aniqmi deyman do'stlar. Elmurod Haqnazarov atrofida bo'layotgan vaziyat tobora qiziq tus olmoqda. U aslida hech kimga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmagan bo'lsa-da, Saturn bu gaplarni o'ziga olib javob qaytarishga majbur bo'ldi. Bugun post qo'yibdi Elmurod Haqnazarov. Nimaymish Conor McGregorga kimdir vezib tashlasa, u qabul qilmaydi, pastga qarashni xohlamaydi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Eng qizig'i Elmurod Haqnazarov sukut saqlamoqda. U na rad etdi, na tasdiqladi. Saturn esa allaqachon ikkita video chiqarib qo'ydi. U o'zini allaqachon unga raqib sifatida ko'rmoqda. U Yevropada eng zo'r media bayt bo'lsa, Saturn esingida O'rta Osiyoda. Elmurod Haqnazarov Conor McGregor haqida aytgan gaplarni bir eshiting. Medini bayitlar bor. Conorga vizib tashlaydi-yu. Bilasiz, u chista bunaqa bo'lmasligini bilasiz, lekin Conorga vizib tashlaydi. Unga javob qaytarmaydi. Bilasiz, Conorni hurmat qilasiz, uni ham hurmat qilasiz. Agar Conor "Sen meni nima deyapsan, menga vizib tashlayapsan, o'zingizdan turib olib, davay jang kunini belgila" desa, Conorga hurmatingiz oshadimi, tushadimi? Tushadi. Albatta Elmurod Haqnazarov ham xuddi shu holatni o'ziga eng maqbul yo'l deb bilmoqda. Agarda Oktagon ligasi bularning jangini uyushtiradigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Elmurod Haqnazarov yoki Saturn? Kimning qo'li baland keladi? Albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. 6-sapernik ham aniqmi deyman do'stlar. Elmurod Haqnazarov Javuzdan ketib qolsin demasa. Ertaga post qo'yaman. Bafurja hammasini aytib beraman. Kutinglar, ertaga post chiqadi. Ey, Elmurod Haqnazarov, aka nima bo'layapti? Assalomu alaykum butun planeta. Kecha istoriya qo'ygandim. O'rtamizda bir ikkita gap so'zlar bo'lyapti. Bugun post qo'yibdi Elmurod Haqnazarov. Nimaymish Conor McGregorga kimdir vezib tashlasa, u qabul qilmaydi, pastga qarashni xohlamaydi. Bizda Conor McGregor bilan glazma-glaz turibmiz. Face-to-face qilib turibmiz. U Yevropada eng zo'r media bayt bo'lsa, Saturn esingida O'rta Osiyoda. Mana bu narsa buni isboti. Eng zo'r 2025-yildagi eng zo'r media baytga O'rta Osiyodagi eng zo'r media baytga beriladigan unvon. 2026 endi boshlandi. Saturn 5-jangi va 5-g'alabasini qanday qilganini ko'rdilaringiz. Alhamdulillah, Alloh tizimi nomli Allohim bergan imkon bilan chiroyli trenirovkaga mehnat qilib, hamma xatolarimiz to'g'rilab ketyapti. Men o'zbek bilan urushni xohlamayman. O'zimdan kichkina uka, o'zimdan katta aka deb ketish xohlayman. 7-chislodan 11-may chislosida Elmurod Haqnazarov konsert berayotgan ekan. O'sha konsertda kelishilmagan konsertida kelishib olishni xohlayman. Hozir 1 minut. Alo. Tyson. Elmurod Haqnazarov 7-dan 11-maygacha konsert berayotgan ekan. O'rtamizdagi kelishilmagan muammo kelishib olamizmi? Borasanmi? Bo'ldi, xo'p. Kasb ishimni olsam, davay. Yo'llaringiz sog' bo'lsin. Agar kelishilmagan konsertda kelisha olmasak, shunday beldan ushlaniladi.